Assalomu alaykum Zarovuz kanalining obunachilari. Hammangizga katta rahmat. Meni podдержка etib, like bosib, komment yozib turganlaringiz uchun. Kura reklama bo'lavermasin kanalimda deb sizlarga men konsert qo'yib berjakman. Videoning oxirida ko'ringlar, like, komment, podpiska bosinglar. Boshladik. Men 5-sinfda sizni sevib qolganman. Hozir ham sevaman. Ana bu yerda ayolim o'tiribdi. Ayolim o'tiribdi. Turinglar. Turinglar. Hammani oldinda aytaman, men sizni sevaman. Qarsaklar bo'lsin. Rayhon G'aniyeva, bugun konsertimiz zo'r, pozitiv, eng ishonchli, eng tanlangan san'atkorlar bugun Xorazmda. Xorazm konsert muborak bo'lsin. Davom qilamiz. Yuragimda yazar bir savol, xorlagandek alam yo'qdaman. Sensiz muzlab olganday tanam, dardlarimni ichga yutaman. Afsus nega tushunmaysan, yo'q, manzilim yo'q, ketaveraman. Ko'ksim uzra otilganday o'q, nega seni sevaveraman. Aldangan yurak, yana 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 odamda yurak, yana 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 eshitgim kelar. Yurak, xasta bu yurak, aldangan yurak, dardlarimni ichga yutaman. Afsus meni tushunmaysan, yo'q. Yetmadimmi, yo baxtli yetmadimmi, javob ber. Rayhon G'aniyeva uchun bir chiroyli qarsaklar bo'lsa, kayfiyatni ko'taramiz.
Hammangizga katta rahmat aytaman. Meni qo'llab-quvvatlab, podдержка etib turganlaringiz uchun katta rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Xudo xolasa sizlarga toza do'konlarni, original kiyimlarni, original posudalarni, original kosmetika. Xullas sizlar kommentariyada nov yozsangizlar, hammasini sizlarga chiqarib berishga harakat etaman. Katta rahmat, kanalimizdan uzoqlashmanglar.